Assalomu alaykum, qandaysizlar? Amansizlarmi? Do'stkachining ko'ruvchilari. Men sizlarga bu chiqarishda No'qatdagi O'ris bozoridagi bog'larni bilib beraman. Sizlarga kerakli narsalardan. Ondan sizlar bizning kanaldan olib turingizlar. Bizning kanalga qattiq like bosib turingizlar. Ko'rib turingizlar. Adam ko'p. Bugün 15 oktyabr 2021 yıl. Savuzlar qancha bo'lib turadi ekan, ha? Savuzlar 4 kilogram va 100 so'm ekan. O'z topmadim. Assalomu Hozirda pechkalar bor ekan. Pechka kimda buni pechka? Qancha so'mdan bular? 1300. Rossiya. Buna nima ish ko'ydi? Bu 400 nariga 300. Na, iki ko'zli. 2700 so'm. Buni ol, buni ol. Bu canavar ham yaxshi. 1300 so'm bu. 1300 so'm. Rossiyskiy ekan. Bo'ldi, buna rossiyskiy ekan, 1300 so'm ekan. Buna malt qozonlarcha? Bu qancha bunimiz? 1300 so'm. 1300 so'm ekan, elektrskiy ekan. Son ekan. 1600 so'm yaxshi. Ikimiz sotamiz. Yaxshi. Buni ne alashtiradi edi? Tortbord birdekeler jasagan, tuxum suqumi. Qancha bu? 400 so'm. Çoğu 650. Qaysi? Nolmi? 1650? 650. 650 ekan tuxumlar. Tefallar original tefallar bor ekan. 600 dan original ekan. 600 dan 500 so'mdan ekan. Asaldar qancha asaldar? Kilogrammi? 300 so'mdan. Diqonchilik ekan. Aha, diqonchilik. Adam ko'p. Adam ko'p ekan bozorda. Qanchadan ekan bu kalishda? 200 so'm deyapti. Qancha yemaydi? Bular 200 so'mdan bu. Kichikroqlaricha qanday? Jashpaldarga 150 so'mdan. Cho'nglarga 200 so'mdan bu. Bunaga. Jashpaldarga 200 so'mdan. Mastlar qancha mastlar? Bu 600 so'mdan. 600 so'mdan. Jashpaldarga da bu. Türkiye material ekan. Bularcha bunalar? 300 so'm. Qizlar o'xshaydi, 300 so'mdan ekan. Har yerda arqil ekan. Bunacha cho'nglarga 41 razmerda. Mexi yo'qlarmi? Ha, mexi yo'qdir. Ular 280 so'm. 280 so'mdan. Olattım yo. Yesem olaman, olamasam olmayman. Assalomu alaykum. Chelaklar kimdan? Sizniki qanchadan? Chelaklar qanchada o'tasiz? 130dan. 130 so'mdan bu. Arzon-ku. Chelaklarcha 180 so'mdan o'xshaydi. Jozudor bor ekan, 180 so'mdan ekan. Bular kelagan 130 so'm. 340 so'm ekan bundan qolin ekan. Bular O'zbekiston bo'lsa kerak, ha? Yağmadı.
Ya pechkani qanchada otasi aka? 8200 ichirgan yo'q. 10 ming so'm bu. To'g'ri? Bu o'zingiz jasadingizmi? O'zingiz jasabdir, 10 ming so'm ekan. Suvi sevi bu o'zi? Ha? Qalin Istanbul. Shuning uchun qimmat aytdi. Nomeringizni qoldiraylikmi? Ha, 10 ming so'm ekan. Tushib berasiz-da, ha? Ha. Aytingchi nomeringizni? 3-9 bilan 88 98 96 nomerga chalib shu pechkani olingizlar. 10 ming so'm kammi. Ozma tushib beradi ekan, ha? Ozma tushib beradi. Joqsa nomerini olib berdim sizlarga. Chalib boylashib olingizlar, chop qolmasa. Ya bunlar pechka kimden ekan? Pechka. Siz o'xshaydi. Qanchada otdi o'zi? 7,5 mingda otdi. Arzon-ku bu. Bu sal nimaroq o'xshaydi, boshqacharoq ekan boyagidan. Zo'r pechka ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshimi? Sog' yaxshimi? Bu divonlar qanchada otasiz bu divonni? Bu jota turgan divonga o'xshaydi-a? Kreslo bo'ladi. Kreslo ham bo'ladi-da. Universal ekan-da bular. Bu qanchada otasiz ham buni? 5 ming so'm. Kami bor, tushib berasiz. No, divondacha o'tira turgan divonda. O'tiradigan divanda 6 mingga. 6 ming so'm. Bu qayoqdiki bu? Mesni. Ha, mesniymi? Mesni ekan. Usta bolalar. Ha. Bunalarcha buna javonlardan boshlaylikcha. Bir sıra emesini aytib bering-da. Sandiq 2 ming so'mdan. Sekret nizomovlari bor. Ha, bunalarda bir o'xshaydi 2 ming so'mdan, ha? Ular 1300, 1400 Nolchi? Javonmi bu? Bu qamoq deydi, nima deydi? Ha, bu bundaylar bor ekan-da, tortmaylar, ha? Yaxshi narsa ekan. Buni qancha dedingiz? Buni 2800. 2800 so'm. Nolchi? 2,5. 2,5 ming so'm ekan. 2,5 ming so'm. Bu qayoqdiki? Bular mesniylar bo'lsa kerak, ha? Ha, yaxshi. Bunalarchi? Bular qanchadan dedingiz? 1300. 1300 so'm. Buna uvolni ekan, ha? Qo'l juvib o'tirgan. 1700. 1700 so'm. Tayyor ekan-da. Tayyor ekan. Bu ishni. Ha, bular Bizda bari bu ishni. ha, bu torga bu sotadi ekasizlar-da. Gagada yangi kelib qoladi. Mana divan ham sotilib ketdi uje. Yo'q, endi sotaman. Bu qanchada otasizlar buni? Buni 7,5 ming. 7,5 ming so'm. 2 kreslo, 1 divan. Ha, yaxshi. Mana shkaf qancha? Shkaf endi bu 3,5 ming. 3,5 ming so'm, ha? 3,5 ming so'm. Sizning nomeringizni qoldirib qo'yaylik unda mana. Kerak olam deganlarga chalib bemalol nima qilsin, ha? Aytingchi? 57 ming. 0557 bilan 11 11 73 78. 73 78 nomerga chalib, qayerdan bo'lsangizlar ham chalib, shuni so'rasangizlar, men ko'rgan narsangizlarda olib, nima qilingizlar. Yaxshi divonlar bor ekan bunaga. Assalomu alaykum. Bu guldoringiz zo'rg'a bu guldor.
qayoqdiki bu gullaringiz? Jahon ovqatniki. Joni ovqatniki bu. Ova. Bu sortlari bo'lsa kerak a bu gullarni. Qanday sort bu? Globus ekan. Bu qancha bu globusingiz? Globus 100 so'm aşı. 100 so'm bu. Yanidagi 50 so'm. Bunisi 50 so'm. Bularchi, bular ne degan sortlar? Bular haligi nimani Gollandskiy Yo'q, emas. nima? Grand ikkinchi turi. o'tirib qo'yayapti. Aa. Bu ham yaxshi gul ekmon, chiroyli g'orchilar. Ana jeti go'zal. Jeti go'zal. Mana olma kishina ana kuyib qo'y, qalampir va. O'zingizning joydagi qalampir yo boshqa o'zing spesial shundaymi? Qishki qalampir. Qishki qalampir ekan. Yaxshi ekan. Gullarning turi bor ekan. Bunaqa. Nomerlarni operayn onda, ejalar cholib nima qilsa. Nomerlarni operayn sizlarga. Chaqqon bo'lsa cholib. Gullar bor-da uyda daga. Uyda ko'p ekan. 0559 bilan 57 80 19. 57 80 19 nomerga cholib chaqqon gullarni olib ketingizlar. Bu Doskaji kanal. Yo, assalomu alaykum. Mana pechkani boya so'rang desam, yo'q ekan deysiz. Qancha deyotasiz? 7,5 ming so'm ekan. Mana o'zingizdan uqdiq. Eja, buni oq pechka 300 so'm dedingizmi? Mana buni. Narxlarchi bu 3 ko'zlilar, oqlar. Ular 500 dan ular. Ular 500 so'mdan bu. 500 so'mdan ekan. İşleydimi ular? İşteydi. İşteydiken. O işlemedi ama. Ha, bunlar işteydi be. İşteydi Tabii ki. ki yaptı ona bitti. Ha. Slay boltat deydi. Bunlar. Ya bunu manejler kimden ekan ha? Ya manejler kimden bunalar? Bir yarım ming so'mdan bu. 1,5 ming so'mdan ekan. Televizorlarchi? Qaysi? Bunalar. Televizori. 1,5 ming so'mdan bu. 1,5 ming so'mdan ekan. O'tganda bir kommentariyda mashinalar tortib berchi deganda. Metrdan Tabii, 120 tabii. metr olsa kerak. Eja qandaysiz, vaqsizmi? Qanchadan o'tasiz bularda? Ya bozini aytib qo'ying eja, bozini. 3 ming so'm. Bu putda ishlatadi ekan-a buni? Putda. Bularchi bular? 3 ming so'mdan bordig'i va? Bordig'i 3 ming so'mdan ekan. Bol sizlarda bor. Buni qancha bu? Boshqacharoq o'xshaydi. 10 ming so'm bu. Bu elektriskiy va. Elektriskiy ekan. 120 ta tegadi. Bo'ldi eja, sizlar chorvaymi? Bo'ldi. O mayerda. Buni yosh bolalarga manej me deb qo'yadi-da. Qancha buningiz? Sotildi, qancha sotildi? 2,5 so'mga sotilib ketdi. Ya buni divonlaringizchi? 4 ming so'mdan ekan. Bunalardalar shundaymi? 6,5. Buni o'zi sotilsa kerak, a? 3,5 ming so'mdan. Sotildi. Qancha sotildi? 3,5 ming so'm. Ko'rishni ekan. Ya buni emirlaringiz bir bolalarni aytib qo'ymadi. Mana shkaflaringizchi. Mana shkafingiz qancha so'm? 3,5 ming so'm. Bunalarchi, bunalar boyag'ida yemi o'xshaydi. 2300 dan bu. Bu boy emirlar saqlab qo'yibdi. 4,5 ming so'm. Nastenkavi? Nolvi? 25 ming so'm ekan. Bunalardalar 16,5 ming ekan bunaga. Ha, biz Doskaji kanal ochganmiz shuga. Yo, siz tatmadim aka. Vallahi Alloh razı olsun. Ya bu qancha ming pechkangiz? 1,5 ming so'm bu.
1,5 ekan. 200 so'm. Mana kichiklarchi? 500 so'm. Mana pechkachi? Bu ham 500 so'm. Mana xolodilniklar qancha ekan, ha? Esi bor ekan. Boshqa va? 7,5 ming? 2,5 Ha, 2,5 ming. Mana xolodilnikchi? 8 ming. Nima boyag'i gaz? Gaz pechka 1,5 mingmi? Yo'q, 3,5 ming. 3,5 ming so'm ekan. Alloshdir. Sizning pechkalaringizdan bir bilib qo'ysak bo'lar ekan. Mana cho'ng pechkangiz qancha so'm? 1,5 ming. 1,5 ming so'm. Nima olcha kishnarag'i? Onisi 600 so'm. Onalar ham 600 so'm. Mana 600 so'm. Narxlarchi qizillar? Mana 600 mana 800. Nima olcha boyag'i? Ular 1200 so'm. 1200 dan mi? necha marta aytish kerak? 200 dan ekan. Mayli, mayli. men Bozoringiz bersin. Qancha dedingiz deyotganda bularni? 6 ming dedim, 5 ming dedim. 5 ming. Bob oldi o'zi? Qilishdi. Men o burungiga ashuni 5 ga berib olsam bo'laveradi. Kampir aranda qilib oxiri men aytdim. 6 mingga, 5 mingga berib olsam. 5 ming so'm berayotgan. 5 so'm beribdi. Ya bu qizil pechka qancha so'm aka? 300 so'm. 3 ming so'm. Sotildi va? Yo'q, sotilgan yo'q, endi sotamiz. Ha, remont qiltasizlar buni. Yo'q, bu soat bu. Ya bu Pechka boshqa. qanday soat boya kukuldog'ichmi? Ha, tangda o'tirar ekan. Bu qancha bu soatimiz? Soat 1000 so'm. Inson bu nima qiladi bu soat? Ko'rsatib beraver, sayraymi? Qanaqa sayraydi? Bo'ldi. Sayraydi. O velosiped 1300 so'm ekan. Assalomu alaykum, qanday aka? Yaxshimi? Ha, yaxshi. Bunaqa men sizlarga to'lig'idan chiqarib berdim. To'lig'idan bolalarni bilib berdim. Ondan sizlar bizning kanalni qolib, like bosib qo'yinglar. Do'stlar bilan bo'lishib qo'yinglar.